Barchaga assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni davom ettiramiz. Jahon tarixi fanidan navbatdagi mavzuyimiz qadimgi Urartu podsholigi deb nomlanadi. Ma'ruza mashg'ulotini katta o'qituvchi Ismoil Fakmal Islom o'g'li olib boradi. Demak, bugungi mavzuyimiz qadimgi Urartu podsholigi. Quyidagi to'rtta reja orqali mavzuni ko'rib chiqamiz. Birinchi reja qadimgi Urartu davlatining vujudga kelish shart-sharoitlari haqida. Ikkinchi rejamizda Urartu davlatining zaiflashuvi va yemirilishi bo'yicha gaplashamiz. Uchinchi rejamiz Urartu davlatining xo'jaligi va tuzilishiga bag'ishlangan. To'rtinchi rejamiz esa Urartudagi madaniyat haqida gaplashib chiqamiz. Ho'p, davom etamiz. Qadimgi Urartu bu Osiyoning janubi-g'arbiy qismidagi qadimgi davlat bo'lib, uning markaziy Qora dengiz janubi-g'arbiy qismi tog'li hududlari, Kaspiy dengizining janubi-g'arbiy qismi hisoblangan. Hozirgi kunda mazkur joylar Armaniston, Sharqiy Turkiya va hamda janubi-g'arbiy Eron hududlariga to'g'ri keladi. Urartu davlatining nomi aslida qadimgi Suriya tilidan olinganligi aytiladi manbalarda. Urartlar o'zlarining mamlakatlarini dastlab Beynili deb atashgan bo'lsa, Bibliyada esa Ararat podsholigi deb ham nom bilan kelgan. Urartu poytaxti hozirgi Van shahri hududlarida bo'lgan. O'sha paytlarda esa poytaxt Tushpa yoki Turushpa shahri deb nomlangan. Urartu manzilgohlarining katta qismi to'rtta yirik ko'llar, ya'ni Childir va Van ko'llari bu Turkiyadagi, Urmiya ko'li Eron hududida hamda Sevan hozirgi Armaniston hududlariga to'g'ri keluvchi. G'arbda esa Furot daryosigacha qadar cho'zilgan yerlarni o'z ichiga oladi. Umuman olganda, Urartu xalqini aslida etimologiyasi, kelib chiqish tarixi bo'yicha bugungi kunda fanda mushohadali, mulohazali fikrlar juda yam ko'p. Ayrim olimlarning fikricha, Urartlar G'arbiy Yevropa tomonlaridan janubga qarab migratsiya qilishadi, ya'ni Kavkaz orti, Arman tog'lari, Nairiy hududlariga ko'chib kelishgan. Mana shu tadqiqotlarga asoslangan sovet olimlari Kavkaz ortida juda qadimdan boshlab deyiladi, o'troq dehqonchilik turmush tarziga asoslangan madaniy qabilalar yashab kelardi degan fikrni ilgari surishadi. Miloddan avvalgi ikkinchi mingyillikni o'rtalarida Araks daryosi, Seronon vodiysi hamda daryo vodiylarida janubda joylashgan Xatsubari qabilalari orasidan Urartu xalqi sekin-asta ajralib chiqishdi va o'zini keyinchalik konfederatsiyasini tuzishga harakat qilgan. Manbalar guvohlik beryapti, Urartu qabilalar ittifoqi qadimda Uruatri yoki keyinchalik Nairi nomi bilan aytiladi. Urartu hukmdorlari o'z davrida qo'shnisi bo'lgan miloddan avval ikkinchi mingyillikdagi yirik yana bir shahar davlat hisoblangan qadimgi Assuriya hududlariga doimiy ravishda bosqinchilik harakatlarini uyushtirib turishgan, janglarni olib borib turishgan. Arxeologlar tomonidan topilgan Assur qadimiy yozuvlari, hujjatlar, Urartu haqidagi ko'pgina ma'lumotlar bu haqda ma'lumot berib qoldirgan. Jumladan, mana shunday topilmalarning birida yangi shahar Tuspas shahriga asos solinishi, Baynili podshosi haqida ma'lumot qayd etilishi ham keltiriladi. Assuriya podshosi Tiglat-Palasar I miloddan avvalgi 1114-yilda Nairi mamlakatining 23 podshosini zabt etganligini ta'kidlaydi. Ya'ni Nairi deganda bu yerda Urartu mamlakati kelyapti. Assuriya podsholari ichida Salmanasar, Tiglat-Palasar, bular Ashurbanipal, bular taniqli va sezilarli mamlakat tarixida sezilarli iz qoldira olgan hukmdorlar hisoblangan. Jumladan, xususan mana shu Tiglat-Palasar ikkinchini davriga kelganda, ayniqsa, hatto Misr fir'avnlari ham uning faoliyatiga, serqirra hukmdor ekanligiga tan bergan holatda o'sha paytda fir'avnlarni, demak, xobbisi hisoblangan tumsoq sovg'a qilgan deyiladi. Qadimgi davr tarixi bo'yicha agar Misr fir'avni qaysi podshoga tumsoq sovg'a qilgan bo'lsa, demak, o'sha hukmdor, ya'ni sovg'ani qabul qilgan hukmdor obro'li hamda kuchli hisoblangan. Demak, ko'rishimiz mumkin, Suriya podsholariga, demak, Misr fir'avnlari tumsoq sovg'a qilishgan bo'lsa, bevosita suriyaliklar kuchliligini biz belgisi hisoblanadi. Urartu podshosi Aramonning vorisi Lutipri xususida, lekin manbalarda deyiladi, kitoblarda, ilmiy adabiyotlarda deyarli kam saqlangan ma'lumotlar.
Vanek yozma manbalarining guvohlik berishicha, u buyuk podshoh Sardor birinchini otasi bo'lgan deyishadi. Ehtimol o'tish bu poytaxtga asos solinguniga qadar milod 834-834-yillarda mamlakatni boshqargan bo'lishi mumkin ham degan fikr yo'q emas. 1000 yillikdan o'tib, milod avvalgi to'qqizinchi asr oxiri, sakkizinchi asr boshlarida hukmronlik qilgan keyingi Urartu podsholari ham, demak, Ishbuyini yoki Menualar Urartu davlatchiligi rivojiga katta hissa qo'shishgan desa bo'ladi. Bundan tashqari, mana shu hukmdorlarni barchasi, demak, ma'lum muddat hokimiyat boshqargandan keyin baribir o'rin almashishlariga majbur bo'lgan. Bunga vaqt ham o'zini to'g'ridan-to'g'ri, demak, hukmini o'tkazgan. Mazkur hukmdorlar davrida Van atrofida keng ko'lamda qurilish ishlari olib borilgan. Jumladan 45 mil uzunlikda Shamiram suv, demak, suv quvuri bunga yorqin misol hisoblanadi. Hozirda Gruziya muzeyida saqlanayotgan Van ko'lidan 10 kilometr uzoqlikda topilgan qadimiy yozuvda esa Ishbuyiniyning o'g'li podsho Menuva tomonidan saroy qurilishi haqida ham ma'lumotlar qayd qilingan. Bu qadimdan, demak, Urartu davlatida yuqori darajada qurilish sohasiga, ya'ni demak, me'morchilikka yoki deylik, mudofaa devorlarini, imoratlarni qurilishiga, alohida yo'llarni ta'minotiga e'tibor berilganligini ko'rsatadi. Xo'p, kanallarda hatto tozalikni saqlash, suvni o'z vaqtida taqsimlash, kanallarda suv toshishini oldini olish, samarali chora-tadbirlar qabul qilish va hokazo uchun maxsus lavozimlar hatto qadimgi Urartu podshohligida bo'lgan. Mehnat buyrug'i bilan hashamatli bog' barpo qilingan. Shuningdek, Menuvani yana tahsinga sazovor ishlardan, demak, Menuva Vaneda Xalji ibodatxonasini qayta tiklab bergan, bezatish ishlarini olib borgan, Melasket ulkan istehkomini qurdirtirgan. Yuqoridagi dalillar barchasi Sardor birinchi vorislari davrida imperiya jadal sur'atlar bilan rivojlanganligidan dalolat beradi. Urartu podshosi Argishti, Asuriya podshosi Ashurdanni tormor qiladi. Asuriya bilan bo'lgan jangda g'alabaga erishadi. Umuman olganda, o'rtoqlar, miloddan avvalgi ikkinchi mingillikda Oldi Osiyo hududlarida Assuriya, Midiya, Lidiya, Fragiya, Mari, demak, Mesopotamiyaning janubida Bobil, mana Urartu, Finikiya hududlari doimiy ravishda bir-birini kuchli tomonlarini ko'rsatishga harakat qilishardi o'zaro. Nima uchun? Chunki o'sha vaqtlardan, demak, mamlakatni mudofaa devorlari bilan o'rash, hukmdorlar o'z nomlari bilan chaqa-tangalar zarb ettirtirish, mamlakatni ham iqtisodiy jihatdan, ham siyosiy jihatdan, ham madaniy jihatdan rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shish orzusida bo'lishgan. Bundan tashqari, o'rtoqlar, bizni vaqtimiz chegaralanganligini hisobga olib, ushbu ma'lumotlarni sizni platformangizga, umuman modul platformasiga hamda saytimizga yuklab qo'yamiz. Bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin yoki rejalarimizdagi savollarni yanayam to'liqroq variantda o'qishingiz mumkin. Qandaydir savol tug'iladigan bo'lsa, tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali bizga savol yuborsangiz, imkoniyat darajasida javob beramiz. Ushbu prezentatsiya, ushbu taqdimot tarix fanlari doktori, professor Uraqov Dilshod Jamoljinovichning muharrirligidagi hammualliflikda yozilgan darslik asosida tayyorlandi. Barchaga rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha salomat bo'ling.